Irma ismli ayol shunday savol beribdi. Cho'ponjon, umidsizlik gunohmi? Bularning barchasi Irma va men umidsizlikka qanday munosabatda bo'lishimizga bog'liq. Keling, gunohli umidsizlik bilan gunohsiz umidsizlik o'rtasidagi ba'zi farqlarni ko'rib chiqaylik. Umidsizlikni gunohimizga qarshi jahl, g'azab va g'amginlik kabi his-tuyg'ular bilan solishtirish foydali deb o'ylayman. Chunki bu his-tuyg'ular gunohsiz ham namoyon bo'lishi mumkin va ular tezda gunohga aylanadi. Savol shundan iborat. Ularning o'rtasida qanday farq bor? Muqaddas kitob shunday deydi: G'azablanib gunoh qilmanglar, g'azabingizda quyosh botmasin. So'ng Yoqub ham o'z maktubida quyidagicha yozgan: G'azablanishda og'ir bo'lsin, chunki inson g'azabi Xudoning haqligini ro'yobga chiqarmaydi. Demak, g'azablanish xavfli. Agar siz qalbingizda g'azab bilan uyquga ketsangiz, unga tez berilsangiz, uni qalbingizdan tezda chiqarib tashlamasangiz, u sizni yemiradi. Achchiqlanish ham xuddi shunday. Men har doim bu haqida o'ylaganman. Chunki Havoriylar faoliyati kitobi 17-bob 16-oyatda Paulus butlarni ko'rganda, u ruhan qiynalgani haqida aytilgan. Korinfiklarga 1-maktub 13-bob 5-oyatga ko'ra sevgi achchiqlanmaydi. U xuddi o'sha so'zdir. Garchi tarjimalarda tez achchiqlanadi so'zi ishlatilsa-da, u shunchaki achchiqlangan deb aytadi. Demak, sevgi tuymaydigan achchiqlanish ham, sevgi bor joyda paydo bo'ladigan achchiqlanish ham mavjud. Muqaddas, ya'ni muqaddaslikdan kelib chiqqan achchiqlanish bor. U esa juda tez gunohli achchiqlanishga aylanib ketishi mumkin. Qayg'u ham xuddi shunday. Gunoh qilganimizda tavba qilib, g'am qayg'uni his qilamiz. Bu tabiiy, biroq bu qayg'u bizni falajlasa, ixtiyoriy ravishda Xudoning irodasiga bo'yin egishimizga va inoyatni qabul qilishimizga to'sqinlik qilsa, unda bunday qayg'u gunohdir. Bunday qayg'u bizni halokatga yetaklaydi. Xullas, bu o'xshatishlar menga umidsizlikka tushganimda yordam beradi va hayotimizdagi gunoh boshqalarning hayotida biz ko'radigan muvaffaqiyatsizliklar yo oila a'zolarimiz yoki jamoatimiz yoki cho'ponimizning qilgan gunohi sababli xafa bo'lishimiz, umidsizlikka, tushkunlikka tushishimiz tabiiy. Biz buni ko'ramiz va qalbimiz g'amga to'ladi. So'ng xafa bo'lamiz va hafsalamiz pir bo'ladi. Menimcha bu umidsizlikning bir turi va bunday his-tuyg'uni boshdan kechirish noto'g'ri emas. Iso Mark xushabari 9-bob 19-oyatdagi so'zlarni aytganida nimani his qilgan deb o'ylaysiz? Eshiting, u nima deydi? Iymonsiz avlod, qachongacha sizlar bilan birga bo'laman? Qachongacha sizlarga chidayman? Bolani mening oldimga olib kelinglar. Iso o'z shogirdlarining iymonsizligi uchun achchiqlandi. Bu muqaddas achchiqlanish edi. Shogirdlarini iymonga keltirishga uzoq vaqtdan beri harakat qilayotganiga qaramay, hali ham shogirdlarining iymonsizligidan achchiqlandi. Bu yerda Iso gunoh qilmadi. G'azabini sochib, yengil tortmadi. Iso ularning xatti-harakatidan xafa bo'lgan desak bo'ladi. Shuning uchun biz boshqalarda yoki o'zimizda iymonsizlikni ko'rganimizda uni ma'qullamasligimiz kerak. Biz sevgidagi muvaffaqiyatsizliklar uchun xafa bo'lishimiz, gunohimiz uchun tavba qilishimiz va yo'qolganlar uchun qayg'urishimiz kerak. Asosiy savol, farq nimada? Qachon yaxshi narsa yomon narsaga aylanadi? Menimcha, Irma birinchidan umidsizlik o'z-o'ziga achinishga aylanmasligidan, ikkinchidan, umidsizlik Irmani falaj qilishni boshlashi va u qilishingiz kerak bo'lgan narsaga to'sqinlik qilishidan, uchinchi, Xudoga bo'lgan doimiy mamnuniyatga va u go'yo xafa qilinganmiz, lekin doim xursandmiz deb ayta olishiga tahdid paydo bo'lishidan ehtiyot bo'lishi kerak. Korinfiklarga 2-maktub 6-bob 10-oyat. Agar sizdagi umidsizlik doim xursand bo'lishingizga to'sqinlik qila boshlasa, umidsizlik gunoh toifasiga qarab o'tadi. U Xudoning yaxshiligi va uning donoligi va kuchi borasida bizni shubhaga yetaklasa,
bu gunohga aylanadi. Agar u hayotimizga ta'sir qilib, bizning boshqalar bilan muloqot qilishimizga to'sqinlik qilsa, odamlarni sevishni to'xtatsak, biz g'am-g'ussaga botamiz, o'z-o'zimizga achinishni boshlaymiz. So'ng o'z umidsizligimizga shunchalik berilib ketamizki, odamlarni seva olmay qolamiz. Umidsizligimiz gunohga aylanganligini shundan bilamiz.